Sura Jasiyada Allah subhanahu wa ta'ala shunday deydi: "Va lahul kibriya'u fis samawati wal ardi va huval azizul hakim." U Allah subhanahu wa ta'ala uchun osmonlarda va zaminda butkul ulug'liq, butkul kattalik, butkul oliy martaba hammasi yolg'iz faqat va faqat ana shu Allah subhanahu wa ta'ala uchundir. U al-azizul hakim, g'olibdir, azizdir, kattadir, al-hakim, hikmatla ish qiluvchidir degan ma'noda kelgan Sura Jasiyada bu keldi. Üçüncü bir ayetni tilga bilsek Sura Munafiqunda yaquluna la irja'na ila al-madinati la yukhrijanna al-a'azzu minha al-azal walillahi al-izzatu wa li rasulihi wa lil mu'minin walakinna al-munafiqina la ya'lamun degan bu Sura Munafiqunning 8-oyatida bu ayet keldi. Bu ayette hem izzatning kimlar uchun bo'lganligini, azizlikning kimlar uchun bo'lganligini so'zlab berdi. Bu oyatning albatta qissasi va buni so'zlab o'tirishga vaqtimiz yetmaydi. Va asli bu yerda Abdullah ibn Ubay va uningki jumlasidan bo'lgan munofiqlar Madinaga qaytayotgan vaqtida qilgan so'ziga asosan Allah shu vaqtda nozil qilgan oyat bu. U munofiqlar, ya'ni Abdullah ibn Ubay va uningki atrofidagi munofiqlar nima degan desa, ular deydiki şu munofiqlar, agarda biz Madinaga qaytsak albatta eng aziz bo'lgan, ya'ni o'zi va o'zining atrofidagi munofiqlarni demoqchida bu yerda la yukhrijannal a'azzu minhal azal. Albatta Madinadan eng aziz bo'lgan, ya'ni o'zidan boshlab bu munofiqlar eng aziz minhal azal. Payg'ambar alayhisalom va uningga iymon etgan kishilarni, mu'minlarni demoqchi. Bu eng xor bo'lgan bularni chiqarib o'tadi deb shunday dedi. Allah subhanahu wa ta'ala nima dedi? Walillahi al-izzatu wa li rasulihi wa lil mu'minin walakinnal munafiqina la ya'lamun. İzzat Allah'a ve onun rasuliga ve mu'minlargadir. Lekin buni munofiqlar bilmaydi degan bu mazmundagi bu oyatni nozil qildi. Sura Saffatda subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. İzzat igisi bo'lgan, ulug'liq igisi bo'lgan Rabbing, sizning Rabbing pakdir. U kafirlar sifatlayotgan, u munofiqlar sifatlayotgan sifatlardan izzat egisi bo'lgan, izzatning, ulug'liqning Rabbi bo'lgan sizning Rabbing Allah subhanahu wa ta'ala pakdir degan ma'nodagi bu oyat kelgan. Sura Yusufda vallahu g'alibun ala amrihi walakinna aksaran nasi la ya'lamun. Allah subhanahu wa ta'ala işini amalga oshirishga, o'z ishiga, har qanday bir ish bo'lsin, o'zining ishiga g'olibdir dedi Allah subhanahu wa ta'ala. Har qanday bir ishni amalga oshirishda, har qanday bir ishni vujudga keltirishda, har qanday bir ishni yo'q qilib o'tishga Allah g'olibdir Allah subhanahu wa ta'ala. Lekin insonlarning ko'pinchisi buni bilmaydi dedi. Qadrli qarindoshlar. Shuning uchun ulamolar deydi-ki, agarda vallahu g'alibun ala amrihi mush oyatni yuqorida so'zlab o'tgan mush oyatni agar insonlar bu oyatning ma'nosini bilgan bo'lsa, tushungan bo'lsa haqiqiy ravishda, ular cho'qim va cho'qim Allah subhanahu va taologa itoat qilgan, Allah subhanahu va taologa lam tavakkul qilgan, Allah qili yuzlangan, bütün Allah'tan başka barlıq, kuch, barlıq, yüz obro'y, barlıq, mavqa, barlıq hamma narsani tashib etgan bo'ladi dedi. Agar insonlar buning ma'nosini haqiqiy tushungan bo'lsa, Rabbimizning bu so'zni haqiqiy tushungan bo'lsa, ana shu Allah qili yuzlangan